Assalomu alaykum hammaga. 10.710 so'mga bitgan kuxonniy mebelimiz 2 etaj bo'ldi. Xudo xolasa akrildan. Ikkinchi etaji kapuchino, pasti mokriy bo'ldi. Moykalari full moykadan qo'yildi. Hamma funksiyasi ishlab berildi, xudo xolasa. Pastlar ham akkuratniy. Suv filtrlari ham siyadi. Tortmalari hamma juda o'chiqli bo'ldi. Loblar original, ruchkalari ham zo'rindan qo'yildi. Dimoxodlari, gazlari, buni hamma narsa ustanib ketildi. 90 santimetrlik gaz bora ulandi, dimoxodlar ham ulandi. 10.710 so'mning ichida texnikasi kirmaydi, moykasi kuxoniyning o'zi kiradi. Stoleshnicasi Iran 3,5 santimetrlik MDF stoleshnica bo'ldi. Nasoslarni shu yerga yashirib berganmiz. Beqlari polka. Keyin bu yog'imizga shkaf qilib berdik. Shkafning ichida nasosi, vakuumi, katyola mojini yashirib shkaf qilib berdik. Kimga shunday sifatli original mebellar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqa qilib chiroyli qilib beramiz.